Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Barchangizni hamisha ko'hna va navqiron Nukus shahrida o'z sanoat qurilishi bank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan tashkil etilgan SQB Ventures fondining birinchi rasmiy tadbirida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida mavjud startap loyihalari, yaxshi biznes g'oyalari mavjud bo'lgan talabalar, o'quvchilar, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida, ular bilan aloqalar o'rnatish maqsadida bir qancha investorlar bilan birgalikda ushbu hududga tashrif buyurdik. Bilamiz, har kuni ko'pchilik ota-ona farzandini bolabaxshaga yoki maktabga aparadi. Ham sol kezde shumisqa kech qoluv, transport yo'qligi, ham taksi xizmati bola uchun qavfli ota-ona o'g'am bermaydi. Sol uchun men proyektim Kids Taxi bolalarni, yaqin turuvchi bolalarni birga jiyab, ularni tekshirilgan senimli taksi xizmati bilan maktabga yoki bolabaxshaga aparuv xizmati. Meni loyiham bu Smart Reply loyihasi hisoblanadi. Ya'ni bu aloqa markazlarini sun'iy modellari bilan integratsiya qilish bu hisoblanadi asosiy maqsadi. Odamlarga bu kutishni kamaytirib beradi, aniq javoblar sifatini oshirib beradi va qo'shimcha ravishda ularning muammolarini tez hal bo'lishiga ham yordam beradi. Сегодня на конференции я представлял проект StoryRide. Если вкратце, это игра, которая будет интегрирована в бортовые планшеты в самолетах и давать туристам возможность изучить страну, в которую они летят, через мини-игры, различные истории. В игре они будут изучать язык страны, в которую они летят, условно при полете в Узбекистан. Они будут изучать узбекские базовые слова, как «Ассаламу алейкум» или «Рахмат». Они будут изучать наши местные традиции, нашу культуру через мини-игры, как пазлы, лабиринты и так далее. Aqlli chordiq bu qishloq xo'jaligining ikki tarmog'i bo'lmish. Chorvachilik hamda dehqonchilik yo'nalishini bir majmuada bir-biriga integratsiya qilgan tarzda aholiga toza, vitamin va hamda minerallarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beruvchi tizim hisoblanadi. Buni hozirda innovatsion jihati shundaki, chorva mollar tanasidan ajralib chiqayotgan issiqlik manbai, ya'ni tabiiy biologik issiqlik manbai orqali hozirgi zamonaviy issiqxonalarni hech qanday isitish tizimi talab qilmagan holda isitish tizimini yo'lga qo'yish hisoblanadi. Bu qanday bo'ladi? Bir bosh qoramolning tanasidan 4500 yoki 5000 yoki 6000 kilokaloriyagacha bo'lgan o'zining tanasidan issiqlik manbai ajralib chiqadi va shu issiqlik manbai issiqxonani isitish uchun sarf qilinadi. Issiqxonaning, ya'ni chordiq bu majmuaning shimol tarafi qalin paxsa, ya'ni janub tarafi plyonkadan qoplangan bo'ladi. Bunday joylashishi shimol tarafdan, ya'ni muntazam sovuq havo kelib turadi va bu paxsa tutib qoladi va janub tarafdan muntazam quyosh nuri tushish oqibatida majmua ichi muntazam quyosh nuri orqali ham bir qancha qizish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu tadbirkorlarimizga bugungi kunda investitsiya kiritaman degan investorlar, jumladan SQB Ventures kompaniyasini investitsiyalarini foydalanish uchun shunday bir muhit yaratadiki, aloqalar o'rnatiladi. Bundan tashqari biz o'zimiz bilan birga ushbu hududlarga, Nukusga ham xususan akseleratorlarni ham olib kelganmiz. Bu akseleratorlar ushbu hududdagi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan, g'oyasi bor bo'lgan startap loyihalarni o'qitib, ularni ilmlarini yanada oshirib, g'oyalarini haqiqiy biznesga aylantirishga ko'maklashadi.